Diqqat, xalq tayyor turing. Ertaga 14-aprel kunidan boshlanadi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. O'zgidromet ertaga 14-aprel kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida ba'zi joylarda kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-17 daraja, kunduzi 24-26 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida kechasi va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 24-29 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida kechasi va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lishi momaqaldiroq, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 13-18 daraja issiq bo'ladi deyilgan xabarda.